siz 10 marta o'qiysiz, bu 1 marta o'qiydi. O'sha narsani mag'zin chaqib oladi. Bu 10 marta o'qisa ham ongsiz ravishda o'qiydi. Matematika bu ketmon. Fizikka kerak bo'ladi, oladi, ishlatadi, qo'yib qo'yadi. Ximikka kerak bo'ladi, oladi, ishlatadi, qo'yib qo'yadi. Biyologga kerak paytda oladi, ishlatadi, qo'yib qo'yadi. Qizim yo doktor bo'lasan, yo buxgalter bo'lasan deb uni o'sha anonsini belgilab qo'yamiz. Bizda birinchi niyat doktor bo'lish edi. Uyda Mashkovskiyda lekarstvenniy sredstvo degan kitob bor. Ana shu yerda vitamin B12 ni molekulyar formulasini ko'rganmanda ruschasigacha o'qib o'tiring. Hali ham o'sha uyga vazifani bajarmasa, qattiqqo'llik, kechasi olib qolish, uyga javob bermaslik, o'sha talab. Yig'lab olyaptimi o'g'il bo'lgan? Ba'zida ota-onaning fikri noto'g'ri chiqib qoladi, ba'zida farzandning fikri to'g'ri chiqib qoladigan holatlar bo'ladi. Kelgusi yil masalan sizga raqobatchi chiqib, sizdan yaxshiroq bir natija ko'rsatsa, siz bo'shatib bering. Yigitlikda yig' ilmning mag'zining qarilik chog'ida harch qilgan ani. U bekorga emas u. Yoshlik paytida o'rgan, ana undan keyin mayda-mayda qilib dividendan oladi. Ko'pchilik aytishi mumkin, o'ziga ham qilgansan repetitorlik, ana o'sha yerda o'tirganlar ham hammasi repetitorlar. Nimaga endi yomon bo'lib qoldi? Assalomu alaykum barcha Modern School YouTube kanali kuzatuvchilari. Xudo xohlasa bugun podkast tashkillashtirdik, ya'ni ustozlarimiz bilan tanishib oladigan bo'lsak. Xo'p, ustozimiz Qilichali aka Abdullayev va Akrom ustoz Ochilov va bu yoqda Jasur aka Hamidov, biologiya fani ustozi, kimyo fani ustozi va matematika fani ustozi Qashqadaryodagi o'z yo'nalishining eng toplari bilan xudo xolasa bugun umumiy ta'lim mavzusida suhbatlashamiz. Umumiy ta'lim va o'sha xususiy ta'lim bo'yicha xudo xolasa gaplashamiz. Ustozlarimiz bilan tanishib oladigan bo'lsak, birinchi bo'lib Qilichali ustoz Abdullayev bilan tanishib olamiz. Ustoz, o'qituvchilik faoliyatingizni qanday boshlagansiz? Qanchadan buyon o'sha faoliyat yuritasiz? Bu aynan yo'nalishga qanday kirib kelindi? Shular haqida gaplashsak. Endi ko'pchilik biladi o'zi. Biz 10 yoshimizda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga o'qishga kirganmiz. Lekin shu qandaydir iqtisodiyot sohasi, buxgalteriya, hisob va audit yo'nalishida bakalavr darajasi oldik. Baribir ko'ngilga ko'p botmadi. Shuning uchun shu ikkinchi kursdan keyin o'qishimizni sirtqa ko'chirib, Qarshiga qaytib, avval boshqa repetitorlikdan boshlaganmiz ishni. Ana undan keyin birinchi faoliyatimiz Qarshi davlat universiteti qoshidagi akademik litseyda shu yerda boshladik. Keyin o'zimiz tugatuvchisi bo'lgan, bitiruvchisi bo'lgan 41-maktabda ishladik. 5-maktabda. Ana shu 5-maktabdagi faoliyatimiz juda sermahsul bo'lgan, chunki sinfimizda 26 ta o'quvchi bor edi, o'zim sinf rahbar. Shu 26 ta o'quvchimizning 23 tasi shu birinchi harakatning o'zida oliy o'quv yurti talabalari bo'lishgan edi. Bu 2006-yilgi natija. Undan keyin o'qishga ketdik, magistratura darajasi olishga. Orada Qarshi davlat universitetining bakalavrini tugatib chiqdik. Keyin yana faoliyatimiz qaytgandan keyin endi QMI qoshidagi akademik litseyda, ikkinchi akademik litseyda, bu xalq orasidagi aeroportdagi litsey deyiladi. Shu yerda ishlab boshladik. Bu litsey IV tasarrufiga o'tgandan keyin hozir 50-sonli, avvallari 2-sonli ixtisoslashgan maktab bor edi. Unda ishladik. Keyin G'uzorda oldingi Aziz Haydarov nomli 68-maktabda ishladik. Xo'p, o'quvchilarim Xudoga shukr, oliy o'quv yurtlarini bitirishgan. Iqtisodiyot turli tarmoqlarda ishlaydi. Harbiylari ham bor orada. Iqtisodchilari ham bor, o'qituvchilari ham bor. Shifokorlari ham bor. Ikkita nuqtada to'xtab o'taman. Bittasi
Tavarif Laziz. Bu hozir Abdulla Aripov nomidagi ixtisoslashgan maktabda, ijod maktabida ishlaydi. Respublika olimpiadasida qatnashchisi matematikadan. Ikkinchisi shu 58-maktabda Hasanov Ikrom o'tgan yil Bolqon olimpiadasida g'olib bo'lgan. Hop, ularning ishlariga omad tilayman. Qolgan o'quvchilarning ham ishlariga omad tilayman. Zo'r. Endi bu yerga kelishdan maqsad ham endi oldimizga maqsad qo'ydik. Yoshlar yaxshi yoshlar bor ekan, ularni ajratib oldik. Nasib bo'lsa yana olimpiadalarga tayyorlanib, shu respublika xalqaro olimpiadalarda natijaga kelish. Zo'r. Maqsad shu. Zo'r, tushunarli. Xo'p, ustoz, Akrom Ochilov ustoz, sizga o'tadigan bo'lsak, o'sha o'qituvchilik faoliyatingiz qanaqa boshlandi? Qanday qilib bu yo'nalishga aynan kirib keldingiz? O'zingiz haqingizda aytib beradigan bo'lsangiz. Men 94-yil hozirgi O'zbekiston Milliy universitetini tugatib, eski Toshkent Politexnika institutining Qarshi filiali bo'yicha edi. 94-yil bitirib o'sha yerga ishga kirdim. Keyin bir yildan keyin bu institutga qo'shilib panoh bo'lgandan keyin Qarshi davlat universitetiga kimyo kafedrasiga ishga o'tdim. Keyin endi o'sha paytda 90-97-yillarda mana shu abituriyentlarni o'qitish, bu degan narsalar endi chiqatdi. Mana shu Qarshi davlat universitetiga 2007-yilgacha ishladim. Endi keyin qarasam, bu yerda xuddi bir nima deydi, ikkita yo'l bor, yo unisidan ketish kerak, yo unisidan, ikkovini bir vaqtda o'zi olib ketib bo'lmaydigan darajada vaziyat tanlash kerak-da endi. Bu yerda abituriyentlarni anaqa qilish kerak. Bu yerda institut ham o'zini talablari bor, boshqasi bor. Keyin o'shangacha ikkovini birga olib borganman. Keyin tanlash kelganda, keyin baribir shu hozirgi mana shu bolalarni o'qitish, oliy o'quv tayyorlash, tarbiyalash qilib mana shunday keyin mana shu yerga o'tib ketdi-da. 2007-yilda institutdan chiqib O'sha repetitorlik endi rivojlanib kelayotgan vaqtda bo'lgan. Rivojlanib boradi-yu, endi yildan yilga rivojlanib kelyapti. Keyin endi shu nima deydi, shu darajaga boradi. Endi bolaga bir kun dars qoldirsangiz to'g'ri kelmaydi, boshqa narsa qilmaydi. Shuning uchun baribir bittasidan ketishga to'g'ri keldi. Keyin ana shunday qilib ikki tarafda sifatsiz qilgandan ko'ra bir tarafda albatta sifatli qilish kerak. Shuning uchun bu yil tanladim. Keyin mana shu yo'l bilan ketdik. Endi mana orada shuncha vaqt o'tdi, boshqa narsa qildi. Keyin bitta shogirdlar bilan maslahatlashib, anaqa qilib bir xususiy maktab ochishni rejalashtirdik. Endi rejalashtirganda ham juda bir katta rejalar bilan endi ko'p rejalar qilganmiz. Endi bu rejalar bir kunlik emas, bir oylik emas, bir yillik emas. Endi nima deydi, hammasi vaqt talab qiladi. Hozir mana o'sha planlarimizni bosqichma-bosqich amalga oshirib, demak shu maktabni, Modern School maktabini nima uchun ochgan bo'lsak, endi o'sha maqsad yo'lida rejalarimiz bor. O'sha reja asosida harakat qilib, o'sha rejalarni endi hammasini bir kunda amalga oshirib bo'lmaydi. Asta-asta shu mana o'qituvchilarni bir tashrifga chiqib bitta yaxshi bir mutaxassisni hozir
chaqirsangiz bo'ldi deb yugurib keladigan emasda. Chunki har bir yaxshi mutaxassisda ishi bor, nimasi bor. Endi uni to bir o'zimizga jalb qilib qilguncha ozgina bo'lsa ham vaqt o'tadi. O'qituvchilarni sinovga olib, qilib har tomonlama harakat qilyapmiz. Shu nasib bo'lsa, mana shu sentyabrda juda bir chiroyli jamoani tashkillashtirish ustida ish olib boramiz. Nasib bo'lsa, mana sentyabrdan xuddiki bu yilga nisbatan ancha o'zgarish bo'ladi. Endi kelgusi hayotimiz endi shu asosan shu maktabni rivojlantirishga qaratiladi endi. Rahmat ustoz. Xo'p, Jasur ustoz Hamidov, qanday bu yo'nalishga kirib keldingiz? O'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz, xudo xolasa auditoriyaga. Avvalambor assalomu alaykum. 99-yil oliy o'quv yurtiga kirdim. Qarshi davlat universiteti biologiya, tuproqshunoslik fakulteti biologiya yo'nalishi bo'yicha va shu bilan bir qatorda ilmiy izlanishdan to'xtamagan holatda 2000-yildan boshlab, chunki ustoz ta'kidlab o'tdilar, muhitda vaziyat, sharoit shu narsani taqozo qildi. Biz endi sistemaga kirib kelishimizdan avval qayta tayyorlov kurslari bo'lgan. Keyin haqiqatda Akram Ochilov domlamiz aytganlaridek, repetitorlik tizimi haqiqatda keyinchalik asta-sekinlik bilan shakllanishni boshladi. 2000-yildan ta'lim sohasiga, shu o'quvchi tayyorlash sohasiga qiziqish bilan, ishtiyoq bilan kirib keldik. 2003-yil Qarshi davlat universitetini tamomlaganimizdan so'ng Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti Qoshdagi Nursulton akademik litseyda biologiya o'qituvchisi bo'lib ishga kirdik. 4 yil davomida ustoz Bahrom Uzoqov rahbarligida akademik litseyda hozir Qilish ustoz aytganlaridek haqiqiy katta ko'rsatkichlar, butun gruppa oq xalat kiyish nasib qilgan damlar. Natija juda yaxshi bo'lganda o'sha payti bitta guruh bo'lsa, keyin o'quvchilarimiz kirish darajasi yaxshi bo'lgandan keyin ikkitalab, hatto uchtalab tabiiy fan yo'nalish guruhlari ochilganligi hali esimizda. Hozir shu o'quvchilarimizni shifoxonalarda katta shifokor bo'lib, bo'lim boshliqlari bo'lib, rahbar bo'lib ishlayotganini o'zimiz guvoh bo'lib, ko'zimiz quvnaydi. 4 yil faoliyatimizni davom ettirganimizdan keyin Toshkentdagi Mirzo Ulug'bek nomidagi Toshkent Milliy universiteti magistratura biologiyadan magistraturamizni 2 yil davomida o'qishimizni davom ettirib, biz yana o'qishdan qaytganimizdan keyin shu sohani ichida bo'lganligim uchunmi, bu sohaga mehrim boshqacha bo'lganligi uchunmi, bu sohadan ajrala olmadim va hali hanuz repetitorlik tizimidamiz. Hozir ustoz ta'kidlaganlaridek, vaziyat shuni taqozo qilyapti. Mana maktablar, xususiy maktablar ochilishligi. Mana endi xudo xolasa shu xususiy maktab ishga tushib, inshaalloh sentyabr oyidan deyaptilar. O'z hissamizni qo'shishga harakat qilamiz. Chunki inshaalloh shu o'quvchilarni oliy o'quv yurtlariga kirishligiga sababchi bo'lishga harakat qilib, nasib bo'lsa jamiyatni ishonchini oqlashga harakat qilamiz, xudo xolasa. Endi birga ko'p ishlaganmiz. Yana shu birga davom ettiraylik deb nima qilyapmiz-da, reja qilyapmiz-da. Hozir ustoz ta'kidlayaptilar. Eski yaxshi kunlar yana ham haqiqatdan ham. O kuni esladik domla bilan. Biz o'qitgan o'quvchilarimiz oilali bo'lib, farzandlari yana o'qishga kelishyapti. Bu juda xursand bo'lasiz-da, odatdan. nevara shogirdlar-da. Jasur aka, hozir umumiy oldin qanaqa edi, hozir qanday bo'lyapti? Ya'ni o'quvchilarni qanaqa qilib qiziqtirasiz, misol uchun darslarga? Shu mavzuni hozir o'rtaga tashlaydigan bo'lsak, oldin qanday edi mana shu o'quvchilarning qiziqishi, hozir qanaqa darajada? Aynan fanga.
talabni ancha ortganligi sezilgan. Ham yosh o'qituvchilarning yetishib chiqishligi bu ancha raqobatni yuzaga chiqaradi. Bu yaxshi narsa, chunki har bir ustoz, har bir o'qituvchi yoshi qanday bo'lishidan qat'iy nazar bu izlanishga olib keladi. Bu juda yaxshi. Ham oliy o'quv yurtiga kirishlik imtihonlaridagi qiyinlik va osonlik darajasida ancha katta farq bor. Shuning uchun izlanishdan to'xtashga haqqimiz yo'q. Oldin masalan mana o'tgan yili sertifikat olgan o'quvchiga qo'yilgan talab bilan bu yilgi sertifikat olgan o'quvchiga qo'yilgan talab o'ylaymanki juda katta farq bor. Juda katta farq bor. Tinimsiz izlanish talab qilinadi bu narsada. Shu narsa ustoz bilan birgalikda ish faoliyat boshlagan paytimiz yo talab yomon bo'lmagan, harakat yomon bo'lmagan, talab yomon bo'lmaganda baribir mana qiyinlik darajasi yildan yil ortib kelyapti. Bu yaxshi, chunki aytayapman-ku, ustozlarni sayqallanishga olib keladi. Bu yaxshi, raqobat yaxshi bu. Raqobat o'stiradi. Albatta, albatta. Zo'r. Aha. Xo'p, Qilich ustoz, sizda qanday fikrlar bor? O'sha oldingi va hozirgi talab, qiziqish bo'yicha. Endi o'quvchilarni fanga ishtiyoqi bilmadim. Matematikadan imtihon bo'ladigan sohalar, biologiya, ximiyadan imtihon bo'ladigan sohalardan sal darajasi pastroqda-da. O'shaning uchun o'zgarish bor, yomon tomonga o'zgarish bor. Matematikada aynan. Matematikada, fizikada. Aynan mana ayniqsa fizika fanini aytishimiz mumkin. Hozirgi kunda bu yo'qolib ketayotgan fanmi yoki ko'pchilik o'qimay qo'yapti. Aynan matematika, fizika. Shunday, yo'q, men matematika o'qiydi, iloji yo'q. Chunki matematikada stimul beradigan narsa bu milliy sertifikatdan matematikadan sertifikat olish fizikaga nisbatan osonroq. Nisbatan osonroq. Birinchidan, ikkinchidan mana SAT degan sertifikatlar bor, GMAT bor, GRE bor. Bular o'qituvchiga ham, o'quvchiga ham yaxshi imtiyoz beradi. Lekin haqiqatan oxirgi paytda fizikaga nisbatan qiziqish tendensiyasi ozgina yomon tomonga o'zgargan. Davlat rahbari darajasida fizikaga qiziqtirish uchun maxsus dastur qabul qilindi. Prezidentning o'zi ana shu fizikaga bo'lgan ishtiyoqni kuchaytirish uchun alohida dastur qabul qilindi. Fizik bilimlarini oshirish. Chunki u STEM fanlar ro'yxatiga kiradi. Fizika, matematika, ximiya, biologiya. Ular STEM fanlar ro'yxatiga kiradi va fizika kelajakda bizga mana yadro energiyasidan foydalanish, muqobil energiya turlari bor, o'zi qayta tiklanuvchi energiya turlari bor. Ulardan foydalanishda baribir fizika asosida ish bitmaydi. Shunga qiziqtirish uchun demak hukumat majbur bo'ldi qo'llab-quvvatlashga. Lekin buni hali ko'pchilik anglab yetgan yo'q. Chunki bunday proyektlarning hammasi 7 yil, 8 yildan keyin mevasini beradi. Bunday dasturlar. 1 oyda, 2 oyda u nima bermaydi. Effekt bermaydi. Ular kamida 7 yillik, 8 yillik dasturlar boya ustoz aytdilar-ku. Bu 1 yillik, 2 yillik emas, uzoq muddatli loyiha deb. Xuddi ana shunday. Haqiqatan fizikaga nisbatan juda susaygan edi. Matematikaga nisbatan ham nimalarda o'quvchilar orasida qandaydir susayish bor. Nisbatan osonroq matematika. Ximiyadan ham, fizikadan ham nisbatan osonroq. Obrazli qilib aytsak, bizning bir hamkasbimiz, ustozimiz hazillashib aytaydi, bizning jig'imizga tegish uchun matematika bu ketmon. Fizika kerak bo'ladi, oladi, ishlatadi, qo'yib qo'yadi. Ximika kerak bo'ladi, oladi, ishlatadi, qo'yib qo'yadi. Biologika kerak payti oladi, ishlatadi, qo'yib qo'yadi. Haqiqatan shunday narsa bo'lyapti. Tushunarli. Lekin buni xalq to'g'ri tushunishi kerak. Matematika bu boya tanishtirish paytida ham aytdim.
matematika bu savodxonlik darajasini belgilaydi. Umum insoniy qadriyatlarni anglab yetishga yordam beradi. Matematika bilan boshqa fanlarni ham o'rganish Osonlashadi. osonroq bo'ladi. Osonlashadi. Fikrlashni Chunki o'rgatadi. ximiyada ham, biologiyada ham, fizikada ham matematik usullar yordamida ishlamasa bo'lmaydi, baribir foydasi yo'q. Qiyin. Shunday. Ustoz fanni o'zini qanday hozirgi holatdagi darajasi, qiyinlik, osonlik darajasi. Oldin qanaqa edi? Hozirgi dastur bilan o'rganish oson. Hozirgi yangi darsliklarimiz juda ko'p amaliy, bevosita hayotda qo'llaniladigan misollar bilan boyitilgan. O'zim hozir boya aytdim, davlat maktabida ham ishlayman, Qarshi shahar Urush maktabida. O'quvchilar bilan bevosita ishlash jarayonida ko'rib turaman. Masalani yechish qiyin emas. Keyin amaliy qo'llash kerak bo'lgan payti ozgina surishki kerak. Olib ketishadi. Lekin unday o'rganish qiyin emas. Lekin albatta bu dastur hali takomillashtiriladi vaqt o'tishi bilan. Chunki ilm fan texnika taraqqiyoti u to'xtab turmaydi bir joyda. Rivojlanaveradi, orqaga qaytmaydi. Ko'pchilik davlat maktablari o'quvchilari ham, xususiy maktablarda o'quvchilari ham xususiy maktablarda bu o'ziga xos reklamaga ham aylanib bo'ldi. IT ya o'qitish, axborot texnologiyalaridan texnologik masalalarni yechishda bor. Olimpiada g'oliblarimizdan birovi mana kimligini ham aytaman, Umid Rahmonov Facebook sahifalarida yozib chiqdilar. ITni matematika, fizika, ximiya, biologiyasiz o'rganib bo'lmaydi. Albatta. Oldin maktabda dasturni o'rganasiz. Algoritmlar bor. Eng kamida. Albatta, u masalaga yechish uchun u masalani yechish algoritmini bilish kerak. Masalani yechish uchun qanday qadamlardan o'tishni bilish kerak. U kompyuter nima u? Kompyuter bizga har doim hisob-kitobni osonlashtirishimizga yordam bergan vosita u. Orqa fonda hisob-kitob turibdi. Har qanday dasturni. Shunday. Algoritmni bilsa, boyagi kerakli so'zlarni o'rniga qo'yib chiqadi. U basic tilida ham shu, Pascal tilida ham shu, C++ da ham shu, men bevosita o'zim tanish bo'lgan so'zlashtirdilar. Hozir ham shu. Algoritmni bilsa, kerakli kal so'zlari bor, kal so'zlarni o'rniga qo'yib, masalani yechishni buyuradi va masala hal bo'ladi. Shuning uchun avval maktab dasturini o'rganish kerak. Bu quruq ikkita kodni yo'llagani bilan ITchi bo'lib qolmaydi. Buni to'g'ri tushunish kerak. Bu aynan anani podkastni ITchilar ham ko'rish kerak ekan o'zi. Chunki IT bo'yicha repetitorlar ham bor. O'quvchi keladi. U matematikani bilsa bilmasa ITga yo'naladi. Shunday. Keyin ozgina o'qiganidan keyin tushunib yetadiki, bu soha uniki emas. Menga emas ekan degan narsani Shunday. ko'radi. Undan oldin o'rganish kerak bo'lgan narsalarni tushunadi. Shunday. Ustoz kimyoda qanday o'quvchilarni o'sha oldin qanaqa edi, hozir qanday qiziqishi, fanni o'zi qanaqa qiyinlik, osonligi bo'yicha. Endi kimyoga mana biz ko'p aytamiz, kimyo aniq fanda. Endi mana maktabda ko'pchilik o'quvchilar xuddi bir hamma fanga bir xil ko'z bilan qaraydi, bu qandaydir instinkt bo'lib qolganmi? Shu o'qish degani shu kitobni o'qish kerak, yodlash kerak, kitobni o'qish kerak, yodlash kerak, gapirib berish kerak. Lekin masalan aniq fanlarda bunday bo'lmaydi-da, o'sha o'qib gapirib berish mumkin, lekin o'sha gapiradigan gapini ma'nosini tushunmasa foydasi yo'q-da. Quruq yodlagan bilan, boshqa narsa qilgan bilan uni ma'nosini tushunmasa foydasi yo'q uni. Endi bola yoshligida shu narsalarni tushunmaydi. Uning uchun bizda birinchi o'rinda boladagi o'sha matematik qobiliyat shakllanishi kerak. Demak, o'sha yoshligida boshlang'ich sinfdan har xil bola bor, masalan. Endi qobiliyat deydi, matematik qobiliyat. Endi nima deydi? U hammada har xil bo'ladi. Uni hech qanday majburlab, boshqa narsa qilib, har xilini to'g'ri tushunish kerak. Kamchilik sifatida qaramasdan. Bo'ladi, u hammada har xil bo'ladi.
Endi biz nima qilamiz? Xo'p, qobiliyat har xil bo'ladi. Bu degani biror bir narsani ma'nosini tushunish hamma har xil hazm qiladi. Ya'ni hamma o'zini qarichi bilan o'lchaydi deydi-ku. Xuddi shunday o'xshab hammani fikrlash qobiliyati har xil. Ikkinchi tarafi uni tushunish kerak. Aniq fanni o'rganishga birinchidan o'zida qobiliyat bo'lishi kerak. Ikkinchidan, masalan, o'sha yoshligidan matematikaga qiziqsa, matematika bolani miyasini, fikrlash qobiliyatini, dunyoqarashini kengaytiradigan narsa. Endi agarga matematika fanlari podshosidir demaydi. Masalan, men ximikman, ximiyani nima qilishim shart emas-da. Chunki bizani tushunish uchun bunda mana shu narsani o'qigan bo'lish kerak. O'sha narsa bu demak miya ishlab turibdi degan ma'no beradi-da. Lekin yana bir tomoni bor-da. Ximik jarayonlar butun atrofimizdagi jarayonlarning hammasi ximiya. Zoshinkani hikoyasi ham bor. Zoshinkani hikoyasi bor ximiya haqida. U mayli, yani hozir u haqida gap kerak emas. Lekin ana shu atrofda bo'layotgan tabiiy jarayonlarni tushunish uchun ximiyani nazariy jihatdan o'rganib, o'zi bu yerda nima bo'lyapti o'zi? Oddiygina hisob yordamida, ha, mana u buncha, bu buncha qilib o'rgansa bo'ladi. O'sha bu kimyoni tushunish uchun matematik ham kerak, fizik ilmlar ham kerak. Albatta. Agar ana shu ikkovi bo'lmasa, uni yaxshi ximik qilish qiyin. Ko'p mehnat talab qiladi. Juda ko'p ustida ishlash kerak. Masalan, ba'zi o'quvchilar bo'ladi-ku, endi masalan buni ko'pchilik tushunmaydi. Nimaga dedi, mana bolam ham dedi, mana dedi, o'qiyapti, bu ham o'qiyapti dedi, sherigi ham dedi, u dedi, unday natija yaxshi dedi, mana bu dedi, yaxshi emas desa, qayda uni sabablarini o'rganish kerak-da. Uni endi sabab bitta emas-da, bir necha sabablari bo'lishi mumkin. Birinchidan ularning qobiliyati har xil bo'lishi mumkin. Matematik ular har xil. Uni boshlang'ich ta'limda qanday o'qigan. Ikkinchidan, keyin sabablari ko'p, ta'sir qiluvchi faktorlar. Keyin ular qanday mehnat qilyapti. Siz 10 marta o'qiysiz, bu 1 marta o'qiydi. O'sha narsani mag'zin chaqib oladi. Bu 10 marta o'qisa ham ongsiz ravishda o'qiydi. O'shandan bir narsa ola olmaydi. Bir ikki narsani yodlashi mumkin, lekin ma'nosini tushunmaydi. Mana shuning uchun men ko'p biza ota-onalarga aytaman, bolani boshlang'ich sinfdan fikrlashga, boshlang'ich sinf o'qituvchisi yaxshi bo'lsa, o'shani qiziqtirsa, boyagidek fikrlashga, matematik tomonlarga, bola o'sha boshdan kelaversa yaxshi. Hozir biza bitta narsa shakllangan. Bola 5-sinfga o'tadimi? 6-sinfga o'tadimi? San dedi, bizda bolani qiziqishi hisobga olinmaydi. 90% ota-onaning qiziqishi hisobga olinadi-da. Mana shu sohani egallaysan. Deydi farzand o'sha bo'yicha. Aniq narsa, uni masalan hech kim tortishning ham hojati yo'q. 90% balkim 100% da dram. Endi nisbiy 90% desak, bola shu 5-6 ga kiribdimi? Nasib bo'lsa, kim nima qilsam buni? O'zim yo doktor bo'lasan, yo buxgalter bo'lasan deb uni o'sha anonsini belgilab qo'yamiz. O'shanday bo'lgandan keyin bola ham amal dedi, doktor bo'lishim uchun dedi, nimalarni o'qishim kerak? Falon-fallarni. Bo'ldi, balada mana shu 2-3 fanga nisbatan inoq paydo bo'ladi. Xuddiki, demak, mana shu nimani qolgan narsani o'qimasam bo'lar ekan deydi-da. Dedi, yaxshi dedi. Menga dedi, matematika kerak emas ekan dedi. O'sha kundan boshlab bu matematikaga e'tibori susayadi. O'sha matematika anonsi susaydi degani, o'sha unda fikrlash to'xtadi degani. Mayli shu paytgacha qanday o'qib kelgan, u boshqa masala. Lekin bundan bu yoqqa o'tatish kerak.
Amma aytaman. Siz farzandingizga 9-sinfga kelguncha indamang. 9-sinfgacha o'qursin hammasini. Iloji boricha shu repetitorga ham qo'yish shart emas uni. Men erta 8-9 ga o'tgandan keyin o'zim kerakli fanim bo'yicha repetitorga boraman. Hattoki o'sha o'ziga kerakli fanni ham o'qimaydi. Baribir deydi, men deydi 8-9 ga o'tgandan keyin repetitorga boraman-ku deydi. Albatta. O'zi hech nimani o'qimaydi ular. Chunki uni plan chizib berildi. Chizib berishdan tashqari bala o'zi akasidan, opasidan, hamsasidan, atrofdan vaziyatni ko'rib turibdi-ku. Endi bala maktabdagi o'qishini shuni tashab qo'yadi. Nima uchun maktabda ana qilmayapti deb o'qish bo'lmayaptimi? Nimaga hamma repetitorga yopishib qolyapti? Boshqa narsa qilyapti deb faqatgina uni maktabda ayblash kerak emas bu yerda. Bolani o'zi qiziqmasa, siz ham masalan, men maktabga biz ham ishlaganmiz maktabga masalan, ixtisoslashgan maktabga boshqa narsaga. Mana hozir bolalar bilan ishlayapmiz-ku. Lekin bolani o'ziga mana bunday fikr bo'lgandan keyin o'sha maktabda o'qituvchi ham nima qilsin? Qaraydi, bala telefon bilan o'tiribdi, qaraydi, bala gaplashib o'tiribdi, qaraydi. Nima qilmayapti? Nimaga o'qimaysan desa, ha, domlaga aytadimi, aytmaydimi? Ichida, baribir men unga boraman-ku. Repetitorga boraman-ku. Demak, men oladigan narsani o'shadan olaveraman degan narsa o'sha shakllandi-da. Endi bu yerda maktabda ayblab bo'lmaydi. Bolani o'zini, ota-ona o'zi anaqa qilib qo'yibdi. Dunyoqarashini o'zgartirib, fikrini anaqa qilib qo'yibdi. Keyin masalan o'sha maktab o'quvchisi ham nima qilsin? Bunga xohlamasa, o'zi qiziqmasa, urishsangiz bo'lmaydi, urib bo'lmaydi. Mana shunday qilib bizda maktab ta'limi yo'q, maktabda anavi yo'q, maktabda mana bu yo'q deymiz. Ana shu bolaga teginmaslik kerak. Navbat ota-ona to'g'ri yo'l ko'rsatish kerak. O'qi, hali keyin ko'ramiz nima bo'lsa. Hozir hamma fan o'qi. Iloji boricha mana fikrlaydigan, aniq fanlarga ko'proq e'tibor ber. Bir joyga repetitorga borishing shart emas. Shu maktab darsligidagi narsani inoq qilib tursang ham, o'sha sen harakatlanib turasan. Fikrlab turasan. Demak, matematika darsiga kirib, narsani o'rgatgan payt mana bu qayerdan keldi, mana bu qayerdan keldi deb so'rab turishdi o'zi, demak, sen fikrlashingdan dalolat beradi. Biz balani to'xtatib qo'yamizda, keyin boyagiday hozir keladi ota-ona. Amasam keladi-da. 6 oy qolgan, 7 oy qolgan, ha 1 yil. Mana shu balamman dedi, doktor qilishim kerak dedi. Unda hammasi o'lib qolgan, hammasi o'qigan. Fundament yo'q. Fundament yo'q. O'qigan bo'lsa, ongsiz o'qigan, tushunmay o'qigan, yodlab o'qigan. Shu yerda bir qo'shimcha qilay. Bir ikkita, uchta nuqtalar bor. Men hozir o'shalarga qo'shimcha qilaman-da. Ustoz baribir tajribalari katta. Ongli o'qish, ongsiz o'qish degan narsa haqida gapirdilar. To'ppa-to'g'ri. Vaqtni qadri degan narsa bor. Barakasi degan narsa bor. Men o'zim o'qishdan rosa kuzatganman. Bir sho'x o'quvchim bor edi. Hozir bitirgan yilini aytsam, birdan qolgan o'quvchilar ishlab olishadi, keyin nima biz undan kammiz deb xafa bo'lib qolishadi. Aytmayman. Sho'x, erkak o'quvchim bor. Uncha ham darslarda o'tirmasdi. Shu bir kun ichida o'yin qaroqlik bilan qilsa, matematikadan dars qilsa, bir 40 minut maktabdan tashqari. Uyga borib aytayman. Fizikadan qilsa bir 40 minut dars qiladi. Lekin u bilan baravar sezilinadigan o'quvchilar bor edi. Bitta oliygohga topshirishdi. U boyagi davlat granti bilan kirdi. U bilan birga tayyorlanganlar kontraktga tushib qoldi. Bu bo'lgan voqea. Mana tarixda bo'lgan. Biroz yilni aytmayman. Yilni aytsam birdan bilib olishadi kimligi. Ikkinchisi, mana
farzandni noto'g'ri yo'naltirish haqida gap bo'ldi. Ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari bilan oddiy maktab o'quvchilarining orasida hozir yer bilan osmoncha farq bor. Ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilariga stimul nima? Birinchidan ular imtihondan o'tib kiryapti. Maktabda o'ziga. Maktabda o'ziga. Hozirgi ixtisoslashgan maktab o'quvchilari qanday ro'yxatdan o'tyapti? Qanday qabul qilinyapti? Qarang. Prezident maktabiga topshiradi, prezident maktabiga kira olmasa, o'zini yashab turgan hududi bo'yicha qabul qilinadi. Undan qolgan o'ringa yana konkurs bilan o'quvchi qabul qilinadi. Bu bir. Ikkinchidan, yil yakunlariga qarab o'quvchi maktabdan haydalishi mumkin. Bu nima degani? Tekin repetitor, tekin yotoqxona, tekin ovqatlanish yo'q. Mana sizga stimul. Va asosiysi maqsad bor. Yo'nalishi aniq. Nimani egallashi kerakligi aniq. Tepasida turib, uni yo'naltirib turayotgan, natijasini tekshirib borayotgan komanda aniq. Oddiy davlat maktablarida men hozir endi noto'g'ri farzand yo'naltirish haqidagi gapga qo'shimcha qilmoqchiman. O'quvchilarda darsga qiziqmaslik 85%gacha yetib borgan. Undan ortar ekanmiz. Qiziqmaslik. Bunga sabab nima? Shunda noto'g'ri yo'naltirish. Noto'g'ri yo'naltirish. ongsiz holatda. Ongsiz holatda yo'naltirilyapti. Xuddi boyaga keltirgan misolingiz bilan shunday. Yo'naltirish noto'g'ri. Farzandni oldiga ota-ona hech qachon masalani oson qo'ymaslik kerak. Oson masala qo'yiladigan bo'lsa, u farzand erta bir kun hayot yo'lidan chiqadigan to'siqlarga dosh bera olmaydi u. Birinchi to'siqni o'zida tamom bo'ladi. Ko'rganmiz shunaqalar. Stanislavskiy metodi bo'yicha programma maksimum o'qib qo'yish kerak. Sen mana shu darajaga erishishing kerak, men senga hech qanday yordam bermayman. Mana shunday. Masalan, meni rahmatli otam o'zlari endi ilm bilan shug'ullanganlar, tibbiyot fanlari nomzodi edilar. Meni hech qachon majburlashmagan. Mana buni o'qiysan, buni qilasan, buni qo'yasan. Meni yoshligimdagi voqea nima? Orzuyim, ochig'i, akalarim orasidan hech qaysi shifokor bo'lmagan. Bizda birinchi niyat doktor bo'lish edi. Uyda Mashkovskiyda lekarstvenniy sredstva degan kitob bor. Ana shu yerda vitamin B12 ni molekulyar formulasini ko'rganmanda, ruschasigacha o'qib o'tirgan. Qo'rqqan. Chunki juda boyaga vahimali edi. U hammasi kelib kobalt metaliga yig'ilyapti, lekin bu yerda qancha metal bor, bu yerda qancha mineral bor, bu yerda qancha narsa bor, uni boyaga shakllantirish qiyin. Ana shu joyda men o'zimga tanlab oldim matematika asosiysi. Endi oradan vaqt o'tyapti. Matematika bilan fizikami ingliz tili. Chunki o'sha paytda tendensiya shunday edi. Matematika, fizika bor, matematika, ingliz tili bor. Boshqa yo'nalish yo'q. Keyin qarayapmiz, o'sha paytlar endi elita yo'nalish deylik. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar va iqtisodiyot. Sababi o'sha paytlarda hozirgi tilda nima deyiladi? O'rtacha oylik ish haqi deydi-ku. Shu sohalarga eng yuqori etdi. Banklarda 13-oylik, xalqaro iqtisodiy munosabatlarda o'qisa, chet elda ishlash imkoniyati, o'shalarga qiziqib iqtisod sohasiga kirganmiz. Nimalarni qilmoqchi bo'ldik? Ilmiy ish ham qilmoqchi bo'ldik. Lekin tortmadi. Keyin shu qaytdikda yana yaxshi ish qilib fundamentimiz bor ekan, Xudoga shukr. O'sha fundamentda hozirgacha mana aytaman-da. Alisher Navoiy bekorga aytmagan. Yigitlikda yig' ilmning mag'zining qarilik chog'ida harz qilgan ani. U bekorga emas u. Yoshlik payti o'rgan, ana undan keyin mayda-mayda qilib dividendan oyirasan. Shu. Hammasini birdan to'kkan bilan ham hech kim qabul qilmaydi. Miyada borini birdan to'kkan bilan hech kim qabul qilmay, boyagi katta ovqatni birdan yeb bukib qolgan odamdek bo'lib qoladi. Shuning uchun mayda-mayda chiqarib kerak. Men yoshlarga maslahatim, ota-onalarga iltimosim, hech qachon farzandingizni majburlamang. Sen falonday bo'lishing kerak, sen falonday bo'lishing kerak. Men o'zimning ham farzandlarim bor.
Oldiga hech qanday boyagidek hali programma minimum qo'yganim yo'q, maksimumi bor. Maksimumni aytganman, uni farzandlarim o'zi biladi. Lekin kamida mana unday bo'lishing kerak. Hech qachon farzandni qo'shnini bolasi bilan, yo bo'lmasa qarindoshni bolasi bilan taqqoslamaslik kerak. Mana unday bo'la olmaysanmi? Mana uni qara, bu qanday bo'lib ketdi degan gaplarni eshitmaslik kerak farzandga nisbatan. Bu juda katta xato bo'ladi. Endi umumiy ta'limdagi muammolar va takliflar haqida gaplashadigan bo'lsak, ya'ni hozirgi ta'lim tizimida eng ko'p o'ylantiradigan muammo nima? Mana shu savolni o'rtaga tashlaydigan bo'lsak. Hozirgi ta'lim tizimimizda eng birinchi muammo bu Umumiy, xususiy ham, davlat ta'limi ham, umumiy ta'limdagi o'qituvchilarni o'z ustida qayta ishlamaslik. O'qituvchilar qandaydir erinchoq bo'lib qolishdi. Endi bunga faktorlar juda ko'p. Masalan, adashmasam 24-yilmi, 23-yilmi Xalq ta'limi vazirining o'rinbosari Sharif Xo'jayevga savol berishganda, nima uchun o'qituvchilarning oyligi oshirilmayapti degan savol berilganda, eng og'riqli joyi shuda. Chunki ishlash uchun ham, o'z ustida qayta ishlash, boyagi darajasini ko'tarish uchun ham qanaqadir stimul kerak-da. Shunda vazir o'rinbosari javob berganida, agar shu kecha kunduzda respublikadagi har bir o'qituvchining oyligiga 1 million so'mdan qo'shsak ham, bu davlat byudjetiga qo'shimcha 5 trillion yuk bo'ladi. Xalq ta'limiga ajratilayotgan mablag'ning o'zi 30 trillion. Bu iqtisodiy o'sishimiz unga yetib ulgurmayapti hali. Lekin mana agar tanishib chiqqan bo'lsangizlar, 2030 konsepsiyasida maktab va maktabgacha ta'limda maoshlarini 2 barobarga oshirish nazarda tutilyapti. Bu yaxshi stimul bo'ladi. Qolaversa, oldinroq bergan bir intervyumda ham aytdim. Bu o'sha bevosita birinchi bo'lib 100% lik sertifikatni olganimda berilgan intervyu, uni Facebookdan topish mumkin. O'z ustida qayta ishlagan o'qituvchini maoshi hozir shu kecha kunduzda bemalol $1000 ga qarab ketdi. O'shanda hisoblovani bergan edim. Bu yerda dars yuklamasi, toifasi, sertifikatlari hammasi qo'shilib, shunga yaqinlashib qoladi. Masalan, o'tgan yil emas, noyabr oyida, 2024-yil noyabr oyida prezident farmoni bilan respublika va xalqaro fan olimpiadalari g'oliblarini taqdirlash uchun Toshkentga chaqirildik. Bevosita maktab va maktabgacha ta'lim vazirligi o'tkazdi, chiroyli qilib dastur qilib o'tkazdi. Hop, shu yerda guvoh bo'ldik. Xalqaro olimpiadalardan o'rin olib kelgan g'olib o'quvchilar 300 million so'mgacha boyagi bilan mukofotlandi. Pul mukofoti bilan mukofotlandi. Masalan, bir ximiya o'qituvchi hozir ismini eslolmayman, Boltayeva. O'sha Ibn Sino xalqaro maktabida ishlaydi, kimyo o'qituvchisi. Shu o'quvchilarini tayyorlash orqasidan shu tadbirda o'zida 8 million so'mga yaqin pul oldi. Bu stimullar bu. Faqat boyagi o'zimizda xalqimizda aytgandek hasad bilan emas, havas bilan yashash kerak-da. Intilish kerak shunga qarab. Mana muncha olib turib, chakkaga olib, visir qilib g'iybat qilgandan keyin u o'xshasa bo'lmaydi u. Aksincha barakani qochiradi. Harakat qilish kerak, ishlash kerak. Men ham borgan edim o'shanda. O'sha boya eslab o'tganim Hasanov Ikrom degan o'quvchimiz, shuni sharofati bilan bizga ham mukofot tegdi. Endi prezidentimizni qo'shimcha yana bir farmonlari chiqdi. Xalqaro fan olimpiadalari g'oliblariga beriladigan mukofot 5 martaga oshirildi. Endi hisoblab ko'rdim.
chekka-chekkada gaplar bo'laydi-da. Xalqaro olimpiadadan o'rin olib kelsa yoki chetga chiqib olimpiadada fan olimpiadalarida medal yutib kelsa, nima sportchilardan kammi? Ularga moshin berasizlar, buncha pul berasizlar, buncha. Mana tenglashtirildi. Harakat. Davlat tomonidan muhimi nima bor? Qo'llab-quvvatlash bor, e'tibor berish bor. Bu bitta stimul. Ikkinchisi, baribir davlat maktablarimizda qoladigan muammolarning yana bittasi, uzog'i bilan darslar soat 13:15 da tugaydi. 13:15 da tugagandan keyin ota-onalarga bolalarini nazorat qilib turish og'ir. Chunki ota-onalarning asosiy qismi ishda, oiladagi ta'minotni o'rniga qo'yish uchun harakatda hamma. Hech kim ham bir tiyin pul olib kelib bermaydi-ku o'zi. Ehtiyojlarini. Shu ehtiyojlarni qondirish uchun hammasi harakatda. Ana shu tufayli mana ba'zi sezib qolaman, xususiy ta'limda o'qiyotgan o'quvchilarning orasida shu nazoratda bo'lib turadi soat 5 gacha degan O'y bor, ha? o'y bor ota-onalarda. Shuni kompensatsiya qilish uchun ular o'sha pulni to'lashga tayyor. Shunchaki nazoratini ushlab turish uchun, Nazoratni ushlab turish uchun. O'qishdan nima talab yo'q. O'qishdan talab yo'q. Ko'rib turamiz, har xil xususiy maktablarda baribir kontaktga kirishamiz, o'qituvchilar bilan, boshqalar bilan. Keyin bir 4 oy, 5 oycha bo'lib qoldi, bir repetitor bilan gaplashib qoldik. Qilchaga repetitor qilyapsizmi dedi. Bizni talabga javob bera olmayapti. Chunki bizni talab o'sha eski talab, 2000-yildagi talab, 2001-2002 o'sha boyagi muvaffaqiyatga erishganimiz 2006-yildagi talablar. Hali ham o'sha uyga vazifani bajarmasa qattiq qo'llik, kechasi olib qolish, uyga javob bermaslik, o'sha talab. Yig'lab yuboryapti men o'g'il bolalar ham hatto. Keyin men aytdim, men repetitor yig'ishtirib bo'lganman dedim. Hozir faqat dirim so'rab kelishsa olimpiadaga chiqarilgan. Boshqa ish yo'q. Sizlar qanday ishlayapsizlar? Keyin savol berdim. Nechta o'quvchi bor dedim. Markazimizda hozir bir 70 ta o'quvchi bor deydi. Bu repetitor, bu xususiy maktabimiz. Qanday ishlayapsizlar desam dedi. 2 haftada bir marta deydi, o'zimizni hisobimizdan futbolka beramiz deydi. Uchgan komanda boyagi bir narsa sovg'a qilamiz deydi. Shunday qilib turibmiz deyapti. Bu bor voqea, bu shu kecha kunduzdagi nima deydi? Real bo'lib turgan jarayon. Talabga javob bera olmaslik, Jamiyat shunda o'zgarish kerak bo'ladimi to'liq? endi Talabga javob. jamiyat emas, jamiyatning ongi. Jamiyatning ongini o'zgartirish uchun revolyutsion harakat kerak. Revolyutsion harakatda oxiri yaxshi emas. U qiyin masala, juda. Chunki tayoqda ikkita uchi bor deydi, bu yerda bir nechta uchli tayoq paydo bo'lib qoladi. Chunki unaqa narsalarni atrofimizda ko'ryapmiz, tarixda ham ko'ryapmiz, shu kecha kunduzda ham, masalan, atrofimizda ham bo'lib turibdi. Jamiyatda ongini revolyutsion o'zgartirishga bo'lgan nisbatan bo'lgan harakatlar, natijalari, oqibatlari u kerak emas, faqat ota-onalarni to'g'ri yo'naltirish kerak. Bu yerda baribir endi o'zbekchilik, mentalitet hozirgi shu masala ham bir qandaydir ikkinchi darajaga tushib qolgandek. Chunki ota-onaning gapini ko'pda ham qilmayapti. E'tiborsiz qolgan bolalarga ijtimoiy tarmoqlar ota-onalar qilyapti. Shu joyda Qilich aka joyi keladi, farzand bilan ota-onani gapi to'g'ri kelmay qoladi-da. Shunday. Lekin bu tomondan o'ylab ko'radigan bo'lsangiz, hozirgi yoshlar misol uchun ularni fikrlashi boshqacharoq. Joyi keladi, ular ba'zida to'g'ri gapirib qo'yadi. X, Y, Z avlod deymizmi? O'sha
Z avlod bilan X avlodni fikrlari to'g'ri kelmay qoladi-da. Ba'zida ota-onaning fikri noto'g'ri chiqib qoladi, ba'zida farzandning fikri to'g'ri chiqib qoladigan holatlar bo'ladi-da. Endi bu dunyoni yoshi nechiga teng bo'lsa, shuncha yoshli muammo. U har doim ota-onaning fikri bilan farzand fikri to'g'ri kelmagan. Boyagi ham bor. Yigit kishi 5 yoshda aytadi, "Men dadam eng zo'r." 10 yoshda aytadi, "Dadamdan zo'ri yo'q." 15 yoshga borganda aytadi, "Dadam bilmaydigan narsalar bor ekan." 20 yoshga kirganda aytadi, "Dadam hech narsa bilmaydi." Pokoleniya boradi, 40 yoshga kirganda dadam maslahatsiz kerak deydi. Bu dunyo bilan yoshi teng muammo. Biza adashmasam o'quvchi edik. 99-yilmi, 2-yillarning gapi bu. Tohir Malikka yoshlar ongi haqida savol berishdi. Yoshlar haqida savol berishdi, Tohir Malik aytdi. Bundan bir 3000 yil, 4000 yil oldin yashagan bir faylasuf qabrini topib olishibdi. O qabrda faylasufligini qayerdan bilishibdi? Devorlarga yozilgan naqshlardan, boyagilardan bilishibdi. O'qib chiqishgan haqiqatan ham bu yerda falon yillarda yashagan, falonchi yashagan, uni o'quvchilaridan boyagi shogirdlaridan o'sha yerda yozilgan ekan. Yoshlar buzilib ketyapti. Bu 3000 yil, 4000 yil oldingi muammo. Bu hozirgi kundagi yoshlarni buzilib ketyapti deb muammo qilishni, kallan devorga urishni hojati yo'q. Bu hozir aytdim-ku, yoshlarga, ba'zi yoshlarimizga ijtimoiy tarmoq ota-onalik. Yo ota o'rnini, yo ona o'rnini bo'lsa. Qo'lda shapaloqday telefon. Baraka topsin, mana uyali operatorlarimiz minchagina pulga katta megabaytni berib qo'yadi. Bu yog'i Facebook, bu yog'i Instagram, bu yog'i Telegram, bu yog'i WhatsApp. Ko'rganni ko'ryapti, qilganni qilyapti. Shuni orqasidan nechtasi noto'g'ri boyagi yo'nalishlarga kirib ketib qolyapti. Chunki boshlang'ich tushuncha yo'q. Mana noto'g'ri diniy yo'nalishlarga aralashib qolgan bolalarimiz bor. Chunki boshlang'ich elementar diniy bilim yo'q. Ilm. Ilm yo'qligidan. Yo, bu bilan men maktabga o'shani kiritish kerak demoqchi emasman. Lekin uyda ota-ona shug'ullanishi mumkin o'zi. Bolam mana u mumkin emas. Mana u mumkin emas. Masalan, shart emas Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizdan mana bunday hadis rivoyat bo'lgan deb. Shart emas. Oddiygina aytib qo'yish kerak. Qabrdan beshikgacha ilm izla. Bu xuddi boyagi ruschada vek живи, vek учись. Yo bo'lmasa shuni inglizchasi ham bor edi, varianti hozir esimdan chiqibdi. Shunday gapda bu. Bizani maqsadimiz ham mana shunaqa misol uchun kontentlarni qilyapmiz siz bilan misol uchun Akrom Ochilov ustoz bilan. Lekin internetda, ijtimoiy tarmoqda umuman keraksiz kontent juda ko'p. Endi eng qizig'i hozir biz tayyorlaydigan kontent 1 soat 50 minut, 2 soatga qarab ketadi. Buni hech kim ko'rmaydi. Masalan, men o'zim onlayn dars tayyorlayman. O'qituvchilarni onlayn o'qitishga gruppa ochib, eng qizig'i ulardan pulni ham olganman. Onlayn dars tayyorlab, dars o'taman guruhga. Masala tashlayman. Mana bu masala qanday yechiladi deb so'raydi. O'sha masala o'sha videoda yechib ko'rsin. Lekin ko'rmaydi videoni. Lekin ko'rmaydi. Ana shunday kuydimda. Hozir diqqatni odamlarda diqqatni ushlash qiyinlashib boryapti. Ya'ni uzoq muddatli narsalarni ko'rishi qiyinroq bo'lib qolyapti. Ya'ni hozir ijtimoiy tarmoqda Instagramda Reels deymiz. Reels. Qisqa vaqtda o'zi olish kerak bo'lgan dopaminni olish kerak. Shunday. Shunaqa narsa ancha avj oldi. Har bir insonning o'zini reaksiya normasi bo'ladi-da. Aqliy mehnat o'sha markaziy nerv sistemasidagi neyronlarni ishlashi, quvvati bo'ladi. O'sha narsani shu aytganlaridek telefon yoki kompyuter boshqa narsadan uni salbiy qaramaymiz bu fikrga, bu narsaga salbiy qaramaymiz-da. Kitobdan yiroqlashyapmiz. Kitob o'qishdan yiroqlashyapmiz. Shu narsani ham mana ota-onalar biz baribir ota-onalarga suyanamiz. Chunki ustoz aytganlaridek beshikdan qabrgacha ilm izlar. Chunki uyda ko'rganini qiladi. Agar otasi qo'lida kitob, onasi qo'lida kitob bo'lsa, bola majbur bo'ladi qo'liga kitob ushlashga. Shuning uchun ko'proq bolalarni yoshligidan, ustoz, kitobga qiziqtirgan yaxshiroqmi? Chunki yosh bolalar o'rtasida men tibbiyot
xodimlar bilan ko'p muloqotda bo'laman. Yosh bolalar o'rtasida ko'z saratoni kasalligi ko'paygan. Chunki bolalar haqiqatda bizga ota-onalarga xalaqit bermasin deb qo'liga telefon berib qo'yapmiz. Undagi nurlanish ko'z saratoni ancha ko'payishga olib keldi deyishyapti-da. Mana o'zimiz o'qitgan shu vrach yigitlar aytishyapti. Bu yaxshi emas. Ayniqsa yosh bolalarimizga bu yaxshi emas. Chunki ko'z harakatsiz bir nuqtaga qotib turadi-da. Kitob o'qiganda ham bilib turadi-da u. Bunaqasiga. Qon aylanishi bo'lib turadi. Oddiygina sababda tushuntirishga oddiygina izoh. Ustoz, siz fikrlaringizni bildirsangiz, hozirgi kundagi ta'limdagi, umuman ta'limdagi muammolar, oqsayotgan Bizda ta'lim sistemasi endi oddiy bir maktabda oladigan bo'lsak, birinchidan aytaman-ku, bu yerda o'qituvchini ham faqat ayblab bo'lmaydi, o'quvchini ham aybi bor. O'qituvchini ham, o'qituvchini aybi nima? O'z ustida ishlash kerak, ilmli bo'lish kerak. Shu bolani ba'zi bir o'qituvchilar keladi, "Man deydi, yordam bering, shu bir nima qiling." Ha, nima gap? "Man deydi, dars beraman, bachalar deydi, bir narsani so'raydi deydi, anaqa qilib bera olmayman deydi." o'qituvchilar. Endi so'raydi, baribir sinfni ichida boda endi masalan 10 ta unaqasi bo'lsa, bir 5 ta bunaqasi so'rab o'rganaman deydigan boshqasi. Har xil bo'lib bor ichida, faqat qachon dars tugaganda o'tirganlari ham bo'ladi. Har xil o'quvchi bo'ladi. So'raydi deydi, o'qituvchi javob bera olmaydi, baribir vijdoni qiynaladi. O'sha narsaga o'qishim kerak deydi, ishlashim kerak deydi. Bu yog'i yoshi bir joyga borgan, kuchim yetmayapti, shu bolalarni qiynab nima qilaman deb o'rnimni bo'shatib beray demaydi. Bir yaxshi ilmli o'qituvchilarga mana men darsimni beringlar. U tirikchilikda endi uni masalan ishlaydi boshqa narsalar. Ba'zi masalan to'g'risini aytsam bo'ladi hozir. Misol uchun men hozir maktabga borib, menga bir stopga dars beringlar, men ishlayman desam, meni ishga olishmaydi. 90% menga ish bermaydi. Nimaga ish bermaydi? Odam bor deydi. Ish yo'q. To'g'risi, bor masalan hozir. Uni borishimdan oldin masalan uni bilib o'tiraman-da. Chunki u aniq narsa, u aksiomada. Sababi maktab darsi chegaralangan. Xuddi bir maktabda darsini sizga masalan bir kirdingizmi, bo'ldi, u sizga xuddi bir umr nima berilganday gap endi u. Demak, yerda boshqa odam borib ishlay olmaydi hech qachon. Agarda o'sha joy bo'shamasa, boshqa narsa qilmasa. Endi u o'qituvchi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, darsni kim o'tayotganidan qat'iy nazar baribir anaqa qilingan. Hozir birovda mayli boshqa sohalarda qanday tartib qoida bilmayman, maktabda o'qituvchisini sen sayozroqsan, sen bo'lmaysan, o'qituvchilarni qanoatlantirmaysan, o'quvchilarni degan vaj bilan bo'shatishga hech kim haqqi yo'q. Diplom bor. Sani diploming bilan hammani diplomi qanday? Bir xil. Bo'ldi. Uni masalan ilmini, boshqa narsasini, hech qaysini bu yerda anaqa qilib bo'lmaydi-da. Direktorda masalan o'qituvchini bo'shatishga kuchi yetmaydi. Mumkin ham emas. Bizning qonunchiligimiz ham bu narsaga yo'l qo'ymaydi. Endi nima demoqchiman? Masalan, maktab rivojlanishi uchun saviyali o'qituvchilar kerak. Ana bunday bo'lgandan keyin o'qituvchi hech kim ham o'zidan o'zi olib ketmaydi. Hamma ham harakat qilish kerak, o'zini ustida ishlash kerak, qiynalish kerak. Borib 4 soat balani aldab kelish bilan ish bo'lmaydi-da. Ana endi
nima qilish kerak? Masalan, agarda ta'lim tizimida boyagi biza hozir hamma joyga zamonaviy laboratoriya beramiz, boshqa narsa qilamiz. Uni kim ishlatadi? Chiroyli maktab qurib beramiz. Vaqtida masalan shu ko'rdik-ku, oddiy bir kichkina xonachaga ham 5 ta balani o'qitib, boshqa narsa qilib bir ilm berishlardi. Katta zamonaviy bino, hamma sharoit yetarli. Lekin o'sha dunyoviy ta'limni beradigan odamni o'zi bo'lmasa-chi yerda. U birinchi o'rinda o'qituvchilarni o'zini yo'lga solishimiz kerak. O'zida ishlashini, ularni ilmini rivojlantirishni yo'lga qo'yishimiz kerak. Yaxshi o'qituvchi repetitorlik qilgisi keladi-da o'zi. Shunda mana ustoz misol uchun nimaga repetitorlik rivojlanib ketdi? Shu haqida gaplashadigan bo'lsak-da. Nimaga repetitorlik rivojlanib ketdi? Bu maktab ta'limini zaif tomonlaridan dalolatmi? Mana shu o'qituvchilarni maktabga qilayotgan paytda bitta rayonga masalan shu fanni 50 ta o'qituvchi bormi? Hammasini shu imtihondan o'tkazish kerak. Nechta o'qituvchi yurtdi? Masalan, bir 30 tasi ishlasa, 20 tasi bekor ham yurtdi-da. Chunki u balkim ilmi bodir, boshqasi bodir, yangi tugatgandir, 2 yil bo'lgandir, 3 yil bo'lgandir, tugatgandir. Ilmi bodir, lekin borgan bilan uni hech kim ishga olmaydi uni. Chunki o'sha yerda soat yo'q. Yo'q-da endi uni. Nima qilib bo'lmaydi. Lekin agarda masalan shu o'qituvchilarni ham maktab masalan ishga olayotgan paytda konkurs e'lon qilsa, umumiy masalan shu rayonni rahbariyati, viloyat rahbariyati qaysi fanni konkurs e'lon qilsa-da, ana shu konkurs e'lon qilib mana shu o'qituvchi bor, mana yaxshi o'qituvchi demak ishlatish kerak buni, ishlatish kerak. Kim masalan shu oxirgi analarda qoladigan bo'lsa, demak harakat qilish kerak o'sha. Ishlasin mana bu bilimli odam. Hozir bizda faqat diplom bor, bo'ldi. Diplom bo'lsa hisob u darajada ilm bera oladi. Mayli, uni masalan hamma bir xil bo'la olmaydi, lekin bir-biriga nisbatan daraja bor-ku baribir. O'sha yuqori darajali u bu yil bitirganmi? O'tgan yil bitirganmi? 15 yil bo'lganmi? Nima farqi bor? O'shalarga qandaydir davlat tomonidan bir anaqa qilib berilsa, ana undan keyin ya'ni qancha kuchsizroq, bo'shroq o'qituvchi agar ana undan chetga qoladigan bo'lsa, e'tibordan chetda qolgandan keyin u o'zini ustida ishlaydi majbur. U harakat qiladi. Vijdoni qiynaladi, masalan, ishlash kerak-ku, to'g'rimi? U keyin harakat qiladi, boshqa narsa qiladi. Kelgusi yil deydi. Ana shunday tizimni yo'lga qo'ysa-da, har yil masalan reytingini aniq qilib, mayli o'sha bu yil ishlagan bo'lsangiz siz kelgusi yil masalan sizga raqobatchi chiqib, sizdan yaxshiroq bir natija ko'rsatsa, siz bo'shatib bering. Joizda. Qaniydir mana shunga o'xshagan bir sistema qilish kerakki. Hozir masalan bo'lmaydi. Masalan bitta bo'shroq o'qituvchi aytaylik kirib qoldi sistemaga, to'g'rimi? Endi bu umrining oxirigacha shu bolalarni olib yuradimi? Uni o'rniga hech kim bora olmaydimi? Maktabda masalan o'zi bir stavka dars bo'lsa masalan shu. Uni bo'shatib bo'lmaydi. Yana ham qilib bo'lmaydi. Bo'ldi, olingan u qanday sabab bilan o'zi olindi u. O'zbekchilik bilan, to'g'rimi? Kimdir iltimos qiladi, boshqa narsa qiladi, olinadi. Lekin endi u bir umr o'quvchini qiynaydi-ku. Agar siz yaxshi bo'lib o'quvchini
ishlab mehnat qilsangiz o'sha maktabni bolasi ham ko'chaga chiqib ketmaydi. Ustoz, Nazorat shu joyda O'zbekiston sharoitida xususiy maktablarning kelajagi qanaqa va davlat bilan agar hamkorlik qilishlari kerakmi yoki mustaqil qolish kerakmi xususiy maktablar? Shu joyda mana siz qanaqadir ta'limga yangilik olib kirmoqchi bo'lsangiz, siz davlat bilan hamkorlik qilish yaxshimi? Modern schoolni misol yoki o'sha xususiy maktablar o'zlari qolish kerakmi? Xususiy qaysi sektor bo'lsa ham, meditsina sektori bo'ladimi, tibbiyot sektori bo'ladimi, ta'lim sektori bo'ladimi, bu narsa hozir hamma joyda bor-ku, lekin baribir shu davlatni ichidami, baribir davlat qonun qoidalariga, davlatni talablariga, ya'ni davlat bilan maslahatlashgan holda ishlash kerak. Endi xohlaymizmi yo'qmi, masalan, o'sha umumiy sistemani qonun qoidalariga amal qilish kerak. Albatta o'shani ham masalan ular ham noto'g'ri yo'lga boshlamaydi-ku. O'shaning uchun ham baribir davlatni umumiy qonun qoidalariga bo'ysungan holda o'zini yaxshi rejalarini amalga oshirish kerak. G'oyalarini, boshqalarini. Lekin baribir o'sha davlat qonun qoidalariga bo'ysungan holda, maslahatlashgan holda ular ham masalan davlat ham sizni yaxshi g'oyangizga noto'g'ri ish qilyapsan degan gapni aytmaydi-ku. Xo'p deydi, qo'shiladi, boshqa narsa faqat mana bunday joy bo'lmasin, bunday joy bo'lmasin degan ba'zi bir chegara qo'yib berish mumkindir. Lekin baribir maslahatlashgan, hamfikr bo'lish kerak. Yana bir o'rtaga tashlanish kerak bo'lgan savol. Repetitor bilan o'quvchi 180 va undan yuqori ball olyapti, lekin o'quvchini faqatgina test uchun tayyorlab qo'yilmayaptimi o'quvchi? O'quvchini aytdim boya miyasiga bitta narsa shakllangan. Yoshlikdan aytdim, ota-ona belgilab beradi. Demak, o'sha yo'nalish bo'yicha hattoki repetitorga borasan. O'zim yaxshi repetitor topib beraman deydi. Yo'nalishini belgilab beradi. Bola yosh, bo'ldi, bolaning psixologiyasiga o'sha narsa o'rnashdi. O'rnashgandan keyin bola endi maktabga borib kelaveradi. Ya'ni o'zida hech qanaqa o'qishga ham ishtiyoq yo'q, boshqa narsa. Chunki men bo'ldi, boraman, nima qilaman deb xuddi shu yo'nalishga endi u hech qaysi fanni o'qimaydi. O'qiydigan fanni ham uydagilar qachon repetitorga qo'ysa, o'sha payt o'qiydi. Uni miyasida fikr shu. Qachon qo'ysa o'qiydi. Ungacha bo'ldi, men o'qishim shart emas ekan. Bo'ldi, mana shu yo'nalishga kiraman, mana shu fanlarni o'qiyman, meni unga qo'yishadi. Bo'ldi, uni rejasi aniq. Demak, maktabga endi maqsadsiz borib keladi. Demak, o'qimaydi ham, boshqa narsa qilmaydi ham. Bu yerda hech qanday o'qituvchining ham aybi yo'q. O'qituvchi quruq asabini yeydi-da. O'qimaysan deb. Uni miyasida o'zini shaxsiy fikri bor, boyagi yo'nalishi bor. 9-10 o'tgan paytim unga qo'yishadi. O'sha payt o'qiyman degan fikr shakllanib bo'ldi unga-da, o'qishni to'xtatadi. Endi o'sha fanni o'qiydi, to'g'ri, qobiliyati bo'lsa, boshqa narsa bo'lsa 180 ball mayli, yuqori ball oladi. Xo'p, yuqori ball oldi degani, demak, shu o'zining sohasi bo'yicha yaxshigina ilm oldi degani. Endi repetitorlarda ko'ramiz, mana o'zimiz ham tayyorlanganimizda o'sha test uchun tayyorlangan holatlarni ko'ramiz. Kiramiz, misol uchun testda qanaqa kelishini bilamiz. Chunki o'quvchining maqsadi o'qishga kirishda. Bir ertaga kelajakda bir yetuk ilmli bo'lish, har bitta fan bo'yicha bir nima deydi, har qanday inson har bir fan bo'yicha, har bir yo'nalish bo'yicha o'ziga xos ilmli odam deganda nima tushunamiz? Bitta fanni yaxshi bilsa, uni biz ilmli odam deymizda. Bu noto'g'ri narsa. Ilmli odam har bitta
soha bo'yicha, yo'nalish bo'yicha o'zini bir dunyoqarashi, o'zini bir fikri, ilmi bor odamni biza bir ilmli odam desak to'g'riroq bo'ladida. Endi bu kishi matematikani bilsa-da, bir kimyodan bir umumiy oddiy bir narsani tushuntirib bera olmasa yoki bir adabiyotdan bir shoirni tanimasa, boshqa narsa qilmasa yoki bir Navoiyni nima asar yozgan, boshqa narsa qilgan to'g'risida bir oddiy bir tasavvurga ega bo'lmasa, uni biza ilmli odam deyishga inoqimiz yo'qda. Ana oddiy bir kimyoni anonsi bo'lsa, bir kimyo o'zi bu, hali bir boshqa fan nazarga tutmayapmiz. Institutga o'qiyotgan paytimda, yani kimyoni o'zi ham bir 10 ta bo'lakka bo'linib ketadi, masalan. Aytaylik, masalan, fizik kimyo degan domlarni ximikda endi baribir вообще, masalan. Savolim bor dedim. Men beradigan savol, aytaylik, anorganik kimyodan. Domla fizik kimyodan dars beradilar. Endi mutaxassis shu kimyoni o'zini bo'limi, u fanni har xil fan narsa ketmayapti hali bu yerda. Yo'nalishi boshqa. Bitta yo'nalishni ichida. Keyin men domlaga savolim bor dedim. Ha, nimaga? Men savolim berdim. Men professor odam. Amman dedi, fizik ximikman-ku dedi. Menga nima anorganik savolni ko'tarib kelasan? Anorganik kimyodan savol berasan. Ammo fizik kimyo professoriman-ku. O'shanda o'ylab qoldim-da. Nima farq bor ekan? O'sha bir kimyodan ilmi bor odam, kimyoning har bir sohasi bo'yicha o'zini bir shaxsiy fikri bo'lmasmikan? Hali bu boshqa fan-ku emas, to'g'rimi? Qarang, o'sha bitta kimyoning ichidagi bo'limiga men kimyoni mana bu bo'lim bilan shug'ullanganman. Mana bu bo'limni men qayerdan bilaman degandek qilyapti-da. Endi hozir o'ylayman-da, xuddi shunday narsa-da. Endi masalan, hozir bitta bo'lim to'g'risida kelib ketyapti. Xuddi bu kishi matematikani bir boshqa sohasidan savol bersa, bu menga aloqasi yo'q. Men matematikani bu sohasi bilan shug'ullanganman degandek bo'lyapti-da. Shunga o'xshab baribir ilm deganda biza ana shu repetitorlik bilan shug'ullanib qiladiganlar o'quvchini o'zi, endi bu zamon shunday bo'lib qolyaptiki, bola faqat mana shu kerakli ikkita uchta fan bilan yo'nalish bo'yicha o'qiyapti, lekin hayotda farzand tarbiyalaydi, boshqa narsa qiladi. Aytmaydi, misol uchun adabiyotdan bitta savolni bersa bolasi, men qayerdan bilaman uni, menga kimyodan savol ber, menga biologiyadan savol ber deb oddiy savolga ham anaqa qilib tursa bo'lmaydi-da. O'shani masalan hech bo'lmasa o'zini fikrini aytsa, o'sha bolada ham tanish bor. Endi hamsa birinchi sinf, ikkinchi sinfmi bolasini o'tkazib yuboribdi. Ana shunaqa domla turadilar, telefon qilyapti. Domla shu balam bas qilolmayapti-da. Shuni bir anonsini tushuntirib bering, iltimos dedi. Aytki men nimadan desam, endi shu matematikadan. Endi ikkinchisini bilasiz, nima biladi? Oddiy hisob kitobda, endi oddiy hisob kitob. Endi nima demoqchiman? Shuni tushuntirib bering deyapti. Onasi uyga o'tiribdi, otasi uyga o'tiribdi. Demak, shuni onasi, otasi shu bolaga o'sha oddiy arifmetik bir anavni qilib bermayapti. Tushuntirib bera olmayapti. Bo'lmasa meniki o'tkazib nima qiladi? Shuni onasi uyga basib bergan ekan, shu yana ochiqcha aytadi. Men tushunmadim deydi-da. Shundaydan oladi. Oddiy narsa o'qib chiqadi. Oddiy narsa. Ana endi u bola qanday qiladi? Masalan, men hayron qolaman, qanday shunchalik ota-ona shunchalik bir anavi
oddiy narsani tushunmaydigan ota-ona bu farzand qanday ino qiladi? Ertaga aytmaydimi? Misol uchun oddiy elementar narsaga sizlarni analiz etmaydi. Mandan qanday bir katta kutadi bo'ladi. Qanday qilib bu balani sen o'qigin, sen kuchli bo'lgin, boshqa narsa qilgin. Uni hayotda odam bir o'zini fikri bilan o'rnak bo'lib farzandiga ko'rsatish kerak-ku uni baribir. O'zi o'rnak bo'lish kerak-da. To'g'ri, juda chuqur bilmasin. Masalan, 10-sinfda misolini 9-sinfda, 8-sinfda ishlay olmasa, ham to'g'ri tushunish mumkin agarda u haqiqatan matematika bo'lmasa, ya bir esdan chiqqan deymiz, boshqa deymiz, to'g'rimi? Lekin u boshqa sinfda narsasiga har qanday o'sha u umumiy ilm degani aytaman-da, endi umumiy ilm. O'sha ona tilidan topshiriqni bersa, siz tushuntirib bera olishingiz kerak-ku. Adabiyotdan yoki anondan, boshqa narsadan, matematikadan bo'ladimi? O'shanga kuchingiz yetish kerak-ku sizda. Hech bo'lmasa. Shuning uchun baribir o'qiy. O'z xonashingiz bekorga jo'natmagan. U doktor qilmoqchi u. Ha, baribir ximiyadan shu kishiga qo'yaman degan, hozirdan usulga o'rganib tur degan u. Uzoqda mo'ljallagan u. Boya bitta masala men nima qilolmay qoldim. Birdan savol berib qo'ydingiz. O'qituvchilarni tanlash tizimi haqida gapirdilar. Adashmasam 2023-24 o'quv yilida qabul qilingan edi. 2005-2026 o'quv yilidan boshlab bitiruvchi kurs talabalarini 1 yil stajirovkaga olish maktabga. 1 yil stajirovkaga olinadi. Shu 1 yil ichida u fan bo'yicha kerakli darajadagi milliy sertifikatni olish kerak. Shu olsa oldi, ololmasa keyingi o'quv yiliga shartnoma buziladi. Mana davlatning sertifikatini qo'yib, hech bo'lmasa palon prezidentdan o'tmaganing ishlamaysan. Mayli 100% talab qo'yilmasin yoki 90% talab qo'yilmasin. O'sha minimal bitta chegarani qo'yib, o'sha o'quvchilarga normalni bilim berish uchun, o'rtachagina bilim berish uchun mayli juda kuchli bo'lish shart emas. Bitta chegarani qo'yib, hammani attestatsiyadan o'tkazib ishlaydigan, ishlamaydigan qilibda. Ana o'shanda nechta joy bo'shaydi? O'sha bo'shaganlarning o'rniga mana ishlamayotganlarda keyin taklif qilish kerak, to'g'rilash kerak. Ana undan keyin boyagilar ham o'zini ustida ishlab, mehnat qilib, harakat qiladi. Ana shu yangi o'quv yilidan chet tili fan o'qituvchilariga ham kamida B2 sertifikat darajasiga ega bo'linmasa, mehnat shartnomasi tuzilmaydi. Ana shunday yaxshi narsa o'sha. Chunki bu ish 2 marta orqaga qoldirildi. E'lon qilinganiga 3 yil bo'ldi. Ha, bu o'quv yilidan boshlaymiz, bu o'quv yilidan boshlaymiz. Oxiri shu o'quv yilidan hozir qat'iy deb e'lon qilindi. Endi qanday bo'ladi, qanday qo'yadi bilmaymiz degan. Ya o'shanday qat'iy talab qo'ysa, harakat qiladi, masalan, o'sha 1 yil ishsiz qoladi, harakat qiladimi? Ha? Ilmiy bo'lsa ishlagan. Ana shu ingliz tiliga qo'yilgan talabday boshqa fanlarga ham qo'yish kerak. Ana undan keyin rivojlanish bo'ladi-da. Ana shu stajirovka shuning uchun-da. Endi stajirovkani mayli stajirovkani qanday o'tadi, nima qiladi? Uni mevasini o'sha narsa belgilab berish kerak-da. Uni direktorning podpisi bilan "Ha, bu yaxshi ekan, zo'r ekan" deb qo'ygan bilan bo'lmaydi-da. O'sha bilim va ko'nikma malakasini baholash agentligiga hozir qanday shu qilyapti-ku shu ishni. Ana shu narsani hamma sohani o'qituvchiga qo'yib, boyagidek ingliz tiligidek talabni qo'ysa, albatta ta'limga rivojlanish bo'ladi o'sha. Avval olmasa o'zidan ayb ko'rsin. Yaxshi o'qimagan bo'lsa, ayb o'zidan-da uni masalan. Ustoz gapingizni bo'ldim, kechirasiz. Haqiqatda ularni ham ana shu 1 oylik darsmi, 1 haftalik darsmi, qayta tayyorlov kurslari chaqirgan paytda albatta o'sha test sinovdan o'tkazdiryapti. Test sinovdan o'tolmaganlar boshqacha uyatga qolyapti. O'zlari aytishyapti-da va o'qituvchilar o'rtasida izlanish ancha boshlanib ketgan. Boshlanadi. Degani ustoz aytayotgan, ustozlarimiz aytayotgan tizimga sekinlik bilan tayyorgarlik bo'ryapti. Xudo xolasa shu bosqichlarga yetishadi hali. Tezlashtirish kerak o'sha narsani. U qancha tezlashtirsak,
shuncha tezroq maqsadga erishamiz-da. Sudrab yuraversak, ana undan keyin bilasizmi, tanish bilishchilar ham yo'qoladi. Hozir mana bu kishi boradi, maktab direktori tanish bilish ana qiladi. U qanday ana joylashtirib kelaveradi. Lekin mana bu yerda bechora kambag'al, yaxshi o'qigan o'quvchi bor. Bir o'quvchim iltimos qilyapti, menga bir maktabdan dars topib bering deb. To'rtta bechasiga aytsam, yaxshi o'qituvchi. Ish yo'q. Qayerda ish yo'q bo'lsa yo'q-da endi nima qilasiz u? Falon soat dars bor, uni o'qitadigan nima bor? Domla bor. Nima endi buni bo'shatib uni o'rniga ola olmaydi, ularning u narsaga vakolati yo'q. Xususiy maktablar bir-biri bilan hozir raqobat qilyaptimi yoki o'sha davlat maktabi bilan raqobat qilyaptimi? Mana hozir korrupsiya deyapmiz, u narsalar yo'qolishi uchun nima qilishimiz kerak? Xususiy maktablarni ham hozir o'zi bilan o'zi raqobat qilishini qarshida ko'rayotganimiz yo'q-da. Yo'q, xususiy maktablar orasida raqobat bor. U ko'rinib turibdi, bilinib turibdi. Endi kuchayadi. Mana bitta oddiygina misol. Ko'paygani sari Kecha Kavkaz olimpiadasidan 7 ta medal olib kelishdi. Kavkaz matematika olimpiadasidan. Xalqaro olimpiada. 7 ta o'quvchi bordi, 7 ta medal olib keldi. 4 ta oltin, bitta kumush, 2 ta bronza. Ana shu 7 ta o'quvchini adashmasam 3 tasi yo 4 tasi xususiy maktab o'quvchilari. Mana sizga. Raqobatni o'zi. Xususiy maktab ko'paygandan keyin albatta raqobat bo'ladi. Sababi bu pulli maktab. Ota-ona pulni beradigan ota-ona. Uni tanlash imkoniyati. Ota-onani o'zida. Qaysi maktabni tanlash imkoniyati ota-onani o'zida. Tanlash uchun u o'rganib chiqadi. Tanlov bo'layotgan joyda raqobat paydo bo'ladi. Ha-da, shunday. Shuning uchun ham xohlaysizmi yo'qmi? O'zi bitta bo'lsa, ha, majbur bo'ladi. Ikkita bo'lsa, ha, ikki odam bitta bo'ladi. Qilichi ustoz, boya biza o'sha repetitorlik masalasini ko'tardik. 180 ball bilan o'quvchi faqatgina testga tayyorlanib qolmayaptimi? Hozir tanaffusda ham bir gaplashdik. Bunga qanday yechim berish mumkin? Xususiy maktab bunga yechim bo'ladimi? Xususiy maktab har qalay faqat majburiy fanlar bilan ikkita asosiy fan tayyorlamaydi-da. Yana qo'shimcha boshqa dunyoviy bilimlarni beradi-da. Shuning uchun xususiy maktab shuni yaxshi variantlaridan bittasi. Endi repetitorlik ko'pchilik aytishi mumkin, o'ziga ham qilgansan repetitorlik, yana o'sha yerda o'tirganlar ham hammasi repetitorlar. Nimaga endi yomon bo'lib qoldi deb. Repetitorlik yomon emas. Repetitorlik biza masalan uzoq yillik shu tajriba asosida hosil qilganimiz shuki, tajribamiz natijasida hosil qilgan tushunchamiz 3 ta asosiy fan. Uni ham masalan matematika, fizika o'qiydiganlar 3-sinfni o'qimaydi. 11-sinfni o'qimasdi. Faqat matematika, fizika. O'qishga kirib oladi. Masalan, u matematika, fizika axborot texnologiya yo'nalishiga kirsa, bo'ldi. Birinchi kursda matematika davom etadi. Bo'ldi, shu bilan matematika, fizika kerak emas. Muhandislik yo'nalishiga kirsa, u yerda ham shu gap. Faqat matematika, fizika kimga kerak bo'ladi? Matematika yo'nalishiga yoki fizika yo'nalishiga kirib, yo o'qituvchi yoki shu ilm bilan shug'ullanaman degan o'quvchilar uchun u asosiy rol o'ynardi. Lekin keyin vaqt o'tishi bilan bu o'zini oqlamasligi ma'lum bo'ldi. Shu sababli yana boya aytganim, zamon talabi ham bo'lib qolyapti. Shunday. Davlat darajasida e'tibor qaratilyapti. Qaysi yo'nalish bo'lishidan qat'iy nazar, ona tili, matematika, O'zbekiston tarixidan ozgina bilim bo'lsin. Boya gaplashdik-ku, bu farzandlariga hech bo'lmasa bir tushuntirib, hech bo'lmasa ertaga aytib beradigan darajada bilim bo'lish kerak. Endi xususiy maktabda mana ko'ryapmiz. IT yo'nalishlari bo'lyapti. Chet tillariga e'tibor qaratilyapti. Chuqurlashtirilgan, mana davlatda ham, davlat maktablarida ham variatsion sinflar degan sinflar ochilgan. O'shani bir ko'rinishi. Ekvivalenti desak to'g'ri bo'ladi.
Mana shu xususiy maktablar. Keyin xususiy maktablarda yana bir tomoni bor. Boya aytganimiz. Bolani qiziqishlariga qarab kunni asosiy qismida band qilish. Bola nima bilandir band bo'lib, o'sha ustida qayta shug'ullanib, qayta ishlasagina unda qandaydir ko'nikma hosil bo'ladi. Bu bilim, malaka, ko'nikma degan narsa bu pedagogikani, didaktikani eng asosi. Bu uchovsiz ish bo'lmaydi. Bilim bo'lishi uchun o'qituvchi tushuntirib beradi. Ko'nikma bo'lishi uchun bola o'zi bajarib ko'rishi kerak. Malaka hosil qilish uchun bir necha marta sinovdan o'tish kerak, tajribadan o'tish kerak. Ana shu 3 ta bosqichdan o'tsa, nima paydo bo'ladi? Bilim, ilm paydo bo'ladi. Boshqa yechim yo'q. Xo'p, Akrom Ochilov ustoz, agar ota-ona ta'lim sifatiga jiddiy yondashsa, nega aynan modern skolni tanlashi kerak? Mana modern skol xususiy maktab masalasida boya gaplashdik. O'qituvchilarni saralash bo'yicha ham boya gaplashdik. Ikkinchi savol bo'ladi keyin o'sha aynan bizning maktabimizda, mana shu modern skol maktabida qanday qilib o'qituvchilar o'sha saralab olinadi va o'sha ota-ona nega aynan bu yo'lni tanlashi kerak? Hozir mana yuqorida ham aytib o'tdik. Xususiy maktab ko'paygan sari, hamma joyda ham xususiy sektor ko'paygan sari kuchli raqobat paydo bo'lib boraveradi. O'sha raqobatga hamma ham bardosh berish uchun harakat qiladi. Shu jumladan biz ham o'zimizda konsepsiyamizni ishlab chiqqanmiz. O'sha mana iloji boricha yaxshi ta'lim olish uchun yaxshi sharoit yaratish, o'qituvchilar zaxirasini yaratish. Masalan, hozir kelgusi yildan boshlab iloji boricha o'quvchilarni ham saralab olish, imtihon qilib olish. Endi mana shu narsa rivojlanib boraveradi. Endi biza nima uchun ota-onalarga shuni qilamizki, ertaga imkoniyat darajasida mana shu raqobat uchun kurashib, biza o'zimiz uchun, o'zimizning maktab uchun shunday bir yaxshi kollektiv, muhit, sharoit yuzaga keltiramizki, demak, ota-onalar xohlab o'zlari mana shu yerga olib kelishadi, ko'rishadi. Eng asosiysi hozir biza shu kadrlar zaxirasini yaratish ustida bosh maqsadimiz shu bo'lib turibdi-da. Keyinchalik ham albatta keyinchalik ham o'sha asosiy kadrlar zaxirasini yaxshilab yaratib olsak, qolgan ishlar endi bu nima deydi, o'zimizda qo'limizdagi ishlar bo'ladi. Nima bo'lsa shu ota-onalarning ishonchini oqlashga harakat qilamiz. Rahmat ustoz. Xo'p, shu bilan bizani barchalaringizga rahmat ustozlar. Qilich ustoz, sizga ham kattakon rahmat. Akrom ustoz, sizga ham rahmat. Jasur aka, sizga ham rahmat kattakon. Hurmatli kuzatuvchilar, agar sizga ushbu kontentimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlang, sahifamizga obuna bo'ling, like bosing va fikrlaringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Biz bu fikrlarni har birini alohida o'qib chiqamiz, xudo xolasa. Va mana shunday suhbatlarimiz ko'paysin deymiz. Ya'ni hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqda har xil kontentlar juda ko'p va biz mana shunday saviyali kontentlarni, ya'ni Qashqadaryoni o'z yo'nalishdagi eng toplari bilan xudo xolasa mana shunaqa suhbatlarni ko'paytiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Hammalaringizga rahmat ustozlar. O'zi shekilli Bo'ldi, endi ishga borish kerak.